Suv biznesini ham turli xil yo'nalishlari mavjud. Bizning suv filtrlarimiz iqtisodiyotimizning barcha tarmoqlariga o'rnatilgan. Hozirgi kunda jamoamiz bilan birgalikda bir tadbirkorimizni ishlab chiqarish sexlariga tashrif buyurdik. Bu tadbirkorimiz suv biznesi, suv ishlab chiqarish bilan shug'ullanadilar. Ushbu tadbirkorimiz Buxoro viloyati Romitan tumanida faoliyat olib boradilar. Suv ishlab chiqarish sohasini qarib hammasini qamrab olganlar desam adashmagan bo'laman. Bu tadbirkorimiz 0.5 litr, 1 litr, 1,5 litrli baklashkalardan qadoqlashdan tortib, aholi xonadonlariga, katta mashinalarga suv yetkazib berishgacha bo'lgan keng qamrovli suv biznesini tashkil qilganlar. Keling, bir boshdan mana shu faoliyatlarni yoritib chiqamiz. Qo'yishimiz murod, bu juda katta biznes. Bu degani juda katta filtrga ehtiyoj bor. Ana shuni tushuntirib bergani, bu tadbirkorimizda qanaqa suv filtri o'rnatganmiz va qachon o'rnatganmiz. Jamshid aka, bu filtrimiz 1 soatda 20 tonna toza suvni ishlab chiqaradi. Bunaqa biznesni boshlash uchun kamida bizga 10 tonnadan 30 tonnagacha, ya'ni ob'yomimizga qarab filtr o'rnatib beramiz. Katta hajmda. Katta hajmda. Bu suv filtrini qachon o'rnatganmiz biz? Xudo xolasa 2 yil bo'libdi. Shu paytgacha servislarni ko'rsatib, qayerda qanaqa nosozliklar chiqib qoladimi, hammasini o'zimiz nazoratga olib kelamiz. Demak, endi shu tartibdagi suv filtrlari qiziqtirsa, bemalol senga aloqa chiqsalar bo'ladi. Bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqing, biz sizlarga ko'proq ma'lumot beramiz.